Okalar, Grandeur avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Bu kuni bilan vaqtimizni olgan mana shu qismi bo'ladi. Mana shu parlanib ketadigan kasali bor ekan. Bu bizni o'sha Grandeur'ni bizni ikkinchi marta o'sha remont qilishimiz nimaga? Birinchi kelgan mashinada ham xuddi shu kasal, ikkinchisida ham xuddi shu kasal. Nima kasali bo'lyapti? Bamper mana bu joyda briketi bor ekan. Mana shu briket chuqurga tushadimi yoki mana ko'tarib bo'ladimi? Mana bu farani pastga tortar ekan. Tortganning hisobiga mana bu klipsilari oynada bo'lgani uchun sinib ketar ekan. Va o'sha hisobdan bu suv kirar ekan. Okalar, xudo xolasa buni bizga qilib berdik. Kimga agar LED va bilet xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol LED tuning murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz. Faqat iltimos okalar, qattiqdir qildirib qo'yib o'xshamagandan keyin olib kelmanglar. BMWga o'xshab rosa qiynalamiz. Biz u narsani to'g'rilashga juda qiynalib, to'g'ri narxi ham boshqacha bo'ladi. Akalar, xudo xolasa, endi hech kimda bo'lmasin, u fari parlanib qolsa, shtekka любой ustaxonada o'stirib olinglar. Ishinglar arzonroq va tezroq bitadi. Mashinaga ham ziyoni bo'lmaydi. Okalar, xudo xolasa tayyor.